Hozirgi kunda eng katta muammo mashina qo'yishga joy. Assalomu alaykum. Bugungi obzorimiz Sergeli dehqon bozor va meros to'yxonaning o'rtasidagi Sergeli 6, 5-dom 9-etajdan. Uyimiz mana shu 9-etaj, 100 ming 5 xona 112 kvadrat metr. Bismillah, mana uyimizga ham chiqib oldik. Kiraverishimiz mana shunaqa oyoq kiyim qo'yib yechadigan joylar bor. Bu yerda alohida kladovkasi bor. Sanduqlar, ko'rpachalar qo'yadigan. Yana bitta fayet ham bo'ladi, domdagi faya. Kiraverishimizda birinchi chap qo'lda mana shunaqa двойной zali. Bu ikkita xonani o'rniga o'tar ekan. Zalimizning mana bu tarafdan ko'rinishi, kimga shunaqa uylar kerak bo'lsa tashab qo'yinglar. Zaldan chiqsak, to'g'rida bitta spalnisi bor. Mana spalnimiz bu tarafdan ko'rinishi, spalnimiz o'zini sanuzili bilan. Spalnidan chiqqanimizda yana fayaga chiqiladi. Chap qo'lda birinchi eshik mana sanuzil. Bu ikkinchi sanuzilimiz. Uyimiz 5 xona, shu ikkita sanuzili bilan. Mana bu yerda yana bitta yotoqxona deytski. Uyimizning narxi $100 ming deyishyapti. Mebellari qoladi hammasi. Mana bu xonadan chiqishlar bilan mana 5-xonaga ham keldik. Bu 5-xonasi. Xonamizning bu tarafdan ko'rinishi, kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, profildagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Mana uyimizning bu tarafdan ko'rinishi, koridor, foyer. Shunda foyerdan katta balkonga chiqiladigan joy bor. Mana gazlar bu yoqqa balkonga o'tgan. Rakvina, gaz, hamma sharoitlar bor. Mana balkonimizning bu tarafdan ko'rinishi, katta keng. Hozirgi kunda eng katta muammo mashina qo'yishga joy. Bu uyda ikkita bor ekan. Ikkita mashinanglar bo'lsa, bemalol parkovka qilsanglar bo'lar ekan. Sotib olingan joy ekan.